Yangi robotchida navbatdagi mashinamiz Nasr Savdoga. Aka assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka buni yili nechi, puli nechi pul? 2018-yil ishlab chiqarilgan 16500 AQSh dollari. Captiva 4 mashinasi. Aka buni naqd bugun yig'ishtiramiz. Nasr Savdoga aka nechi pulga chiqyapti? Shundan gap. Aka bitta aksiya qilib beraymi? Aksiya qilib bering. Bosh to'lovi 6-7 ming bilan chiqaramiz. Xo'p. Sizni kuzatuvchilaringiz uchun bosh to'lovi 5 ming bilan chiqaramiz. Aka 5 ming yig'ishtiramiz bugun. Bo'lakan bo'lsa aksiyani aksiya qilamiz aka. Qo'ysangiz Bobur aka. 3,5 ming bilan chiqaramizmi? Yo'q, akajon. Mayli shunda qilmaymiz, 4,5 ming demaymiz. Xo'p. 4 ming bilan chiqaramiz shuni. 4 ming bilan chiqadi. Chiqadi. Imtiyozi bor. 1 yil emas, 2 yilgacha chiqaramiz. 2 yilgacha chiqaramiz. Da, uzoq muddat. Ko'rib turganlaringizdek, mana shu mashinamiz 4 ming bilan chiqyapti. Bitta Sparkchani puli ham emas. Hammaga qiziq. Shu mashinani bitta tanishtirib o'ting aka. Xo'p, akajon. Kurugom LED lampochkalar qo'yilgan, Kisino. Aha. Kurugom shumka qilingan, 4-pakelani gazi ham mavjud. 4 baloni yangi aka. Salon qismlari juda ham akkuratli saqlangan, orqa qismlari. Qisqasi mashinada hech qanaqa bir kamchiligi yo'q. Yo'q akajon. Olgan odam minadi, faqat maza qilib. $1 rasxodi yo'q. Adovoy motor hech qayerda. Qo'shilib qo'ylar, bunaqa variantlar hamma vaqt chiqmadi. Faqatgina yangi robotchi kanalda bo'ladi. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Bundan zo'rlari hali sizlarni kutmoqda. Obuna bo'lishni unutmang, like bosib tirsiz. Ketdi.